Assalomu alaykum. Peshob bu hojatxonaga borib, unitaziga to'kib keladigan shunchaki tanamizdagi bir suyuqlik emas. Qadimda tabiblar peshobning rangiga, hidiga va boshqa xususiyatlariga qarab kasalliklarga tashxis qo'yishgan. Normal holatda peshobimizning rangi mana bunday sariq somon rangida bo'ladi va bunga jigarda paydo bo'luvchi urobilin pigmenti sabab bo'ladi. Peshobimizning mana bunday tiniq suv rangida bo'lishi normal holatda ko'p miqdorda suyuqlik ichganimizda yoki suvga boy mahsulotlar, masalan, qovun, tarvuz, bodringga o'xshash mahsulotlar iste'mol qilganimizda bo'lishi mumkin. Kasalliklarda, buyrak kasalliklarida, yurak kasalliklarida, qandli qandsiz diabet kasalliklarida va boshqa endokrin kasalliklarda yuz berishi mumkin. Peshobimizning mana bunday o'tkir sariq rangda bo'lishi ko'p miqdorda qayt qilganda, uzoq vaqt ichib ketganda yoki uzoq vaqt isitma qilganda yoki boshqa sabablar bilan tana suvsizlanganda sodir bo'lishi bu normal holat hisoblanadi. Bundan tashqari sariq rangdagi dori vositalar, masalan, B guruh vitaminlar, nitroksalin yoki shunga o'xshash boshqa preparatlar qabul qilganda peshobning o'tkir sariq rangda bo'lishi bu normal holat hisoblanadi. Kasallik holatlarida ko'pincha yurak kasalliklarida tanada ortiqcha suv yig'ilishi oqibatda yurakda kam miqdorda peshob hosil bo'lishi va urobilin konsentratsiyasining peshobda oshib ketishi oqibatida ana shunday o'tkir sariq rangda peshob ajralishi bu kasallikning belgisi hisoblanadi. Peshobimizning mana bunday qizil rangda bo'lishi normal holatda qachonki qizil mahsulotlar iste'mol qilganimizda, masalan, lavlagi iste'mol qilganimizda bu normal holat hisoblanadi. Shuningdek, podagra kasalligida urat tuzlarining peshob bilan ko'p miqdorda ajralishi oqibatida peshobimiz shunday qizil rangga kirishi mumkin. Bundan boshqa holatlarda buyrak va siydik yo'llaridan qon ketayotgan belgisi bo'lishi mumkin. Bu holat gematuriya deyiladi. Gematuriya qachon bo'lishi mumkin? Bu glomerulonefrit kasalligida, bundan tashqari buyrak va siydik yo'llarini jarohatlarida yoki tosh kasalliklarida tosh siydik yo'llarini jarohatlashi oqibatida, bundan tashqari buyrak va siydik yo'llarining o'sma kasalliklarida o'smaning parchalanishi va qonashi oqibatida yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun albatta peshobingiz rangiga e'tiborli bo'ling. Bu turli xil kasalliklarning belgisi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari peshob piva rangida, sut rangida, jigar rangda, yashil rangda, ko'k rangda, qora rangda, putur rangda, zangori yoki oranjeviy ranglarda ham chiqishi mumkin. Bu haqda keyingi videolarimda albatta aytib o'taman.